Bektemirda ham bekitib kelganmiz. Ahror aka moldalariga mana o'zlari ham chiqyaptilar. Assalomu alaykum. Ahror aka qalasiz? Charchaganmizmi? Yaxshi ketyaptimi ish jarayonlari aka? Qaysi etapga keldi? Fasad qismlarimiz bitdi mana. Zo'r chiqdi fasad. Chiroyli bo'libdi, ko'rsatmas. Keyin ichkariga o'tdik hozir. Ichkariga o'tdik. 15 kun 20 kunlarda ichkari taraflarimiz ham bitib qoladi. U yerda ham ish ketyapti hozir. Zo'r ekan, materiallar birinchi marta ishlatishim yaxshi ketyapti. Ishlanishi ham yaxshi, sifati ham yaxshi ekan. Yo'q, uni surib ketdi biza. Surishimiz bilan ozgina vaqtdan keyin birdaniga o'zgardi. Oradan yarim soatdan keyin surib bo'lishimiz bilan yomg'ir yog'di. Yomg'ir uradigan devorda bu yerga. Yomg'ir uradi. Urgani hisobiga men yuboradi deb o'yladim. Hali selgishiga 6 soatda qotilardi. U selgishiga ulgurmadi, yuborsa kerak deb o'yladim. Yo'q, yuvmadi. Yaxshi ekan, laklari, kleylari kuchli ekan. Ishlashda qiyinchilik bermayaptimi? Yo'q, yaxshi. Obyemingiz ko'rayotgan bo'lsa, tekis-tekisda bu chok tushib qolib, qanaqadir muammolar bo'lmayaptimi? Yo'q, selgib qolishlari ham bo'lmadi unaqa. Bir kishi o'zi surib, bemalol spet qildi. Bir kishi payrovka qilib, 3 kishi bitirdik. Yaxshi kishi ishladik. Bitta cheligimiz necha kvadratga yetyapti? Hop, bitta cheligimiz 18-20 kvadratgacha yetyapti-da, 18-20 kvadratga yetyapti. Endi nima deb tavsiya berasiz ustalarga? Ustalarga kelsin, ko'rsin, ishlatib ko'rsin, zo'r. Oddiy proyektorlardan ancha farqi bor. Sifatiga gap yo'q. Qolgan ustalarga ham taklif qilaman, olishsin, ishlatib ko'rsin. Ishinglar zo'r, chiroyli chiqibdi. Sizlarga ishinglarga omad. Rahmat. Yaxshi yillar ko'rishinglar, sog' bo'ling. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Rahmat.